Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, hurmatli boylikda kengayish kursini qatnashchilari va ota-onadan separatsiya bo'lishga tayyorgarlik ko'rgan, hozirda guruhimizga qo'shilgan azizlarimiz. Bugungi ajoyib darsimiz ota-onadan separatsiya mavzusiga bag'ishlanadi. Nima degani separatsiya? Separatsiya bu ota-onadan ruhiy kinlikda uzilishi. Ota-onadan uzilish. Uzilish deganda rosa ko'pchilik tushunadi. Qaytib u bilan gaplashmayman ekan, undan uzoqlashishim kerak ekan. Qandaydir uzoqlashish bo'lar ekan. Men tayyor emasman uzoqlashishga. Ya'ni uzoqlashish so'zini o'zi xuddi xiyonatdaqqa ko'rinadi, eshitiladi. Bizda bir qatnashchi qilgandek, Rahim opa aytgandek, uzilish bu xiyonat emas. Uzilish bu insonlarga xiyonat emas. Aslida uzilishda tagida uzilish faqat minnatdorlikda bo'ladi. O'zingizga katta qilib yozib oling. Uzilish minnatdorlik orqali bo'ladi. U degani sizni fikringiz uzilish mavzusiga boshqacha nazar bilan qaray olasiz. Ya'ni asl chuqur minnatdorlikdan keyingi etap uzilish. Ya'ni men tushunishingizni xohlardim. Uzilish bu o'zingizni ham chekaringizni bilgan holda, o'zingizni ham rosa chuqur hurmat qilgan holda, yaxshi ko'rgan holatda, u insonni ham chuqur tan olgan holda, uni kuchini tan olgan, uni tajribasini, hayotini, taqdirini tan olgan holatda minnatdorlik bildirgan holatda uni alohida his qila olish. Ya'ni sizni o'zingizni alohida his qilish, uni alohida his qila olish. Mana shu narsa uzilish deyiladi. Uzilishni juda chuqur hurmatga teng deb ko'rsangiz ham bo'ladi. Ya'ni uzilish bu o'sha uzilayotgan insoningizga chuqur hurmat. Uni inson ekaniga hurmat. Uni taqdiri mukammal ekaniga hurmat. Uni taqdirinda siz xo'jayinchilik qila olmasligingizga bo'lgan tushuncha. Hozirgi gaplarimni nazariya bilan, amaliyot bilan ko'rsatib, tushuntirib beraman. Xohlardim birinchi bo'lib amaliyotni bajarishinglarni. Chunki amaliyotda siz nima haqida gap ketayotganini aniq tushunib olasiz. Demak, yangi kirganlar bizga 5 metrli joy kerak, iloji boricha rasmga olib tashlashingiz kerak. Tak, kirib oldim. Bizga joyda rasmni tashing. 5 metrli, uzunlik 5 metrli bo'lgan joy kerak. Eni 1 metr bo'lsa bo'laveradi, shart emas. Enli katta bo'lishi, uzunligi 5 metr, eni 1 metr joy kerak. Ko'targani narsa kerak. Ya'ni taxminan 4-5 kilo yuk bo'lishi kerak. Kichkina bo'lmasin, sal kattaroq bo'lsin, ushlashga qulay bo'lsin sizga. Tak, plus qo'yib yuboringlar. Menga rasm tashlab bo'lganlar, topganlar ham rasm tashlamasdan bo'ldi, mana menda tayyor deganlar plus qo'yib yuboringlar. Men aniq bilib olay. Hozir biz nechtamiz? Nechta plus bor? Tak, 1 2 3 6 8 ekansizlar. Tepada. Все, sizlarda tayyor. Shahzoda, men tushungan bo'lsangiz 4-5 kilolik narsa bo'lishi kerak, sal kattaroq narsa bo'lishi kerak, ushlashga qulay bo'lgan, 4-5 metrli joy kerak. Tak, bizda 5 ta plus bor, bizga yana 3 ta plus kerak. Ziyoda plus qo'yib yuboring siz ham. Ziyoda ko'rsatib bo'ldi bizga. Qolganlar tayyorlab plus qo'yib yuboringlar. Tak, Ziyodani plusi ko'rdim. Bizda 2 kishi qoldi. Sevarchika bilan Shahzoda qoldi.
Sevara siz band deb eshitdim, mayli, agar sizga hozir noqulay bo'lsa demak qaytarasiz. Lekin bu yoningizda odam borligi, bezovtaligingiz, kasal bo'lgan bo'lsangiz, sразу tushunavering, sizni oyna ostingiz hozir to'siqlar qo'yyapti. Bu harakatlarga to'siq qo'yyapti. Ya'ni sizni ichingiz ota-onangizni hozir va shu yerda kechirishga tayyor emas. Lekin biz tayyorlaymiz. Hech bo'lmaganda tayyorlaymiz. Bu jarayon tez bo'ladigan jarayon emas. Biz sizni poyezdingizni to'g'ri yo'nalishga solish bilan shug'ullanamiz. 4 metr bo'lsa ham bo'laveradi, Sevarchka. Ya'ni bir qadam oldiga, orqaga 3 qadam yetadi. Balki 2,5 metr bo'lar. Bo'laveradi. Все, hamma tayyor. Oldingizda 1 metr joy bor. O'rningizdan turib oling. Bizga bitta videoga olishim, ikkita kerak odam menga videoga olib ko'rsata oladigan. Inota qila olasiz. Hozir kamerangizni yoqing. Agar yerda yurasiz-ku, kamera yerda tursa bo'laveradi. O'sha devorga suyab qo'ysangiz, ko'rinishingiz kerak. Oyog'ingiz ko'rinsa ham yetadi. Ya'ni bu yoqda faqat men emas, kimdir haqiqatda qilayotgani ko'rinishini xohlardim. Men o'zim ham qilib ko'rsatishim mumkin edi, lekin qo'lini ko'targan kim? Shahzoda Murodiljonova. Kamerangizni yoqmoqchisiz, a? Tak, ikkovinglarnikini ochaman bo'lmasa. Inotda tayyorsiz, a? Все, kameranglar, mikrofoninglar yoqdim, kameranglar yoqinglar ikkovinglar ham. Joy tayyorlaymiz. Inota juda zo'r joy, a? Yetsa kerak. Вообще yetmoqdan ortadi. Telefonni joylang, videoda bu yoqda hozir kamerangizni yoqasiz, sizga ko'rinish kerak. Oldiga 1 qadam, orqaga 3 qadam joy. Telefonni yerga qo'yasiz. Shu yurayotganingiz ko'rinsin. Tepada joy bo'lsa, yurayotganingiz ko'rinsa bo'ldi. Bizga qanday joylashingiz ahamiyati yo'q. Shahzoda, men sizni to'g'ri tushundimmi? Hozir qatnashmoqchisiz, a? Joylang telefoningizni biror joyga. Shahzoda, kamerangizni yoqing, tayyor bo'lsa. Mana yurishim kerakmi shunda? Telefonni ushlamasdan, telefon bir joyda tursin, meni eshitadigan masofada bo'lish kerak. Siz ko'rinib turisiz kerak. Yaxshi, Shahzoda, telefonni qo'ying yerga. Вообще zo'r, inota zo'r, mo'shniy. Tak, menga qarab turasiz, yaqinroq keling. Qani yukingiz qo'lingizda? 1 qadam orqaga o'tasiz telefondan, qo'lingizda yukingiz bo'lsin. Yukingizni ko'rsating. Shahzodachka, siz ham qo'ying qaytgandir telefonni. Qo'ydimda ko'rinyaptimi? Yaxshi. Oyog'im og'riyapti. Ko'tarib ketyapman. Qachondan beri? 3-4 kunlar bo'ldi. Anchadan beri tizzam yurib ketayotganimda qirq turdi. Endi bo'lsa, bugun ertalabdan boshlab tizzamning orqa tomoni mutlaqo og'rib qoldi. Mana meni nima? Og'ir. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bemalol mahir og'irligi yaxshigina. Og'ir bo'ling, burchatga. Lekin og'irga o'xshamayapti. Og'ir bo'lsa bo'ldi, все, katta ekan-u, bo'ldi. 4 kilo chiqadi. 5 kilo ham chiqadi, og'ir karosda. Zo'r, bo'ldi. Inota, nega ko'rinmay qoldingiz? Все, boshladik.
Tak, menga bir qadam yaqinlashing. Shahzoda, yaqinroq keling telefonga. Shahzoda, iloji bo'lsa bittanglar ko'ndalang tursanglar yaxshi bo'lardi. Siz menga ko'ndalang turing. Da, zo'r. Shahzoda oldiga bir qadam tashing. Bo'ldi. Qarang, Shahzoda. Biz ashetingiz ko'rib tursak ham yetadi bizga. Davay, inotda tezlashing. Nima qilay, ko'taraymi? Ko'taring. Siz menga qarab turibsiz, inotda menga qarab turibsiz. Bittangiz yonbosh turibsiz, bittangiz menga qarab turibsiz. Menga qarayapsiz, inotda menga. Ha, sizga qarab turaymi? Ha, oldida bir qadam joy qolsin. Ha, Hamma bor. bajaradi. Hamma 4-5 bajaradi. bor. Bo'ldi, yaxshi. Tak. Hamma teng bajaryapti, qolganlar. Всё. Ko'taring boshingiz tepasiga, mana bunday qilib ko'tarasiz. Tushungan bo'lsangiz, mana men sumkam ko'tarib o'taman, mana. Bunday qilib ko'tarasiz. Qo'llaringiz qolishni boshlasin. Ko'taring. Ko'taring. Og'ir. O'zi aslida sizda undan ham og'ir bo'lish kerak, mayli bo'pti. Shunday turavering, bo'laveradi. Ko'zlaringizni yuming. Tak, demak, 11-minutdan ketyapti. 11:30-minutdan ko'zlaringizni yuming. Orqamdan qaytarasiz. Ro'paringizda ota-onangiz faraz qiling. Ro'paringizda ota-onangiz o'tib ketganmi, tirikmi, ahamiyati yo'q umuman. Bizga qalbingizdagi siymosi kerak xolos. Biz shu bilan ishlayapmiz. Sizni ichki xotira bilan ishlayapmiz. DNK'dagi narsa bilan ishlayapmiz. Ro'paringizda ota-onangiz, hissiyotlaringizni tekshiring. Inota eshitilmadi, nima qilsangiz qiling. Tez Всё. Bolangiz bilan gaplashdingiz, tushundim. Bolam bilan gaplashyapman. Ko'zlaringizni yuming. Bolangiz 10 minut bezovta qilmay tursin. Qolganlar ro'parasida ota-onasi. His qilyapsizlar. Holatinglarga kiringlar. Ota-onangiz yonidagi holatga kiringlar. Qo'lingizda yuk bor, ayta olmaysiz. Menga qiziq, hozirgi holatdagi sizning hissiyotlaringiz juda qiziq. Inota, takrorlang. Men haqiqatga qarashga tayyorman. Men haqiqatga qarashga tayyorman. Haqiqat shifoli. Haqiqat shifoli. Shu amaliyot menga yordam bersin. Shu amaliyot menga yordam bersin. Men roziman. Men roziman. Hamma takrorlasin, agar shunga o'xshash bezovtali jarayonlari bo'lsa, bolasi nimadir qildi, telefon jiringlayapti, bir nimalar. Tizzam og'riyapti, tizzam orqa tomoni og'riyapti. Juda yaxshi. Ro'paringizda ota-onangiz turibdi, orqamdan takrorlayapsiz, ovozingizni chiqarib. Shahzodachka, siz ham. Dadajon, ayajon. Ovozingizni chiqarib aytyapsiz, menga eshitilishi kerak. Dadajon, ayajon. Otajon, onajon. Sizlar kattasizlar, men kichkinaman. Sizlar kattasizlar, men kichkinaman. Sizlar berasizlar, men olaman. Sizlar berasizlar, men olaman. Inotda sizni o'tiraman hozir. Sizlar berasizlar, men olaman. Sizlar berasizlar, men olaman. Men bu yerda kichkinaman. Men bu yerda kichkinaman. Sizga bo'lgan mehrim tufayli. Sizga bo'lgan mehrim tufayli. Sizniki bo'lgan narsani olib olgan ekanman. Sizniki bo'lgan narsani olib olgan ekanman.
Hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lgan ekanman. Hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lgan ekan. Men hayotingizdan norozi bo'lgan ekanman. Men sizni hayotingizdan norozi bo'lgan ekanman. Endi angladim. Endi angladim. Men bor yo'g'i farzand ekanman. Men bor yo'g'i farzand ekanman. Va bu yuk menga og'irlik qilyapti. Va bu yuk menga og'irlik qilyapti. Men adashgan ekanman. Men adashgan ekanman. Sizlarni kuchsiz, Sizlarni kuchsiz, yetarlicha salohiyati yo'q deb o'ylabman. yetarlicha salohiyati yo'q deb o'ylabman. Sizlarga past nazarda qaragan ekanman. Sizlarga past nazarda qaragan ekanman. Men sizlardan o'zimni kuchli deb bilgan ekanman. Men o'zimni sizlardan kuchli deb o'ylabman. Sizlardan kuchli deb o'ylaganimda farzandlik o'rnimni yo'qotib qo'ygan ekanman. Men sizlardan o'zimni kuchli deb o'ylaganimda farzandlik burchimni yo'qotib qo'ygan ekanman. Farzandlik o'rnimni yo'qotgan ekanman. Farzandlik o'rnimni yo'qotgan ekanman. O'zimni hayotimdan tashqariga chiqib ketgan ekanman. O'zimni hayotimdan tashqariga chiqib ketgan ekanman. Endi men angladim. Endi men angladim. Men bor yo'g'i bolaman. Men bor yo'g'i bolaman. Sizlar menga hayotni sovg'a qilib berdinglar. Sizlar menga hayotni sovg'a qilib berdinglar. Sovg'a uchun qarz bo'linmaydi. Sovg'a uchun qarz bo'linmaydi. Onajon, otajon, meni sizlardan qarzim yo'q. Onajon, otajon, meni Meni sizlardan sizlardan qarzim yo'q. Endi men yuklarni sizlarga qaytarishga tayyorman. Men doim ko'tarib yurgan yukimni sizlarga qaytarib berishga tayyorman. Aslida bu yuklar sizni mukammal hayotingiz ekan. Aslida bu yuklar sizning mukammal hayotingiz bo'lgan ekan. Sizlar shunchalar to'g'ri, yaxshi, mukammal yashapsizlarki. Sizlar shunchalar to'g'ri, mukammal yashapsizlarki, Natijada hayot mengacha yetib keldi. natijada hayot mengacha yetib keldi. Shunaqayam yaxshi yashapsizlarki, Shunaqayam yaxshi yashapsizlarki, natijada hayot meni bolalarimgacha ham yetib keldi. natijada hayot mening bolalarimgacha yetib keldi. Men adashgan ekanman. Men adashgan ekanman. Aslida hayotinglar to'g'ri bo'lgan ekan. Aslida hayotlar to'g'ri bo'lgan ekan. Men sizlarning muvaffaqiyatinglarman. Men sizlarning muvaffaqiyatingizman. Dadajon, men sizning muvaffaqiyatingizman. Onajon, men rahmat. sizning muvaffaqiyatingizman. Onajon, rahmat. Onajon, rahmat. Menga shu dada qilib tanlaganingizga. Menga shu dadani dada qilib tanlaganingizga rahmat. Dadajon, siz eng yaxshi dadasiz. Dadajon, siz eng yaxshi dadasiz. Chunki meni dadamsiz. Chunki mening dadamsiz. Men bor yo'g'i bolaman. Men bor yo'g'i bolaman. Men hayotimni menga yetib kelgan qiymatda qabul qila olaman. Menga yetib kelgan qiymatda qabul qila olaman. Va bunga men javobgar emasman. Va bu uchun men javobgar emasman. Meni tug'ilishim javobgarligi
Mening tug'ilishimning javobgarligi Sizlarda. sizlarda. Aha. Yuklaringizni qo'ying oyog'ini ostiga, ota-onangiz oyog'ini yoniga qo'ying. Qo'ying stolda, egiling. Egilgan holatda turing. Tak, shahzoda egilgan holatda turing. Aha. Qo'llaringizni pastga osiltirib turing. Taningizdagi yillar davomida yig'ilib yotgan zaryadlar, noroziliklar, o'zgarishga bo'lgan intilishlar, bosimlar hammasi chiqishni boshlasin taningizdan. Osiltirib oling qo'lingizni. Butun taningizdan to'kilayotganini his qiling. Bola bo'lib turib ota-onangiz hayotni o'zgartirmoqchi bo'lgan juda katta yuklarni, ularni hayotini yuklarini olganingiz sizdan to'kilayotganini his qiling. Ularni taqdiriga bo'lgan hurmatsizlik sizni taningizdan to'kilayotganini his qiling. Ularni hayotini to'g'irlamoqchi bo'lganingizda rosa past nazarda qaraganingiz to'kilayotganini sezing. Ularni hayotini to'g'irlamoqchi bo'lganingizda hamma yuklar deb olganingizni to'kilayotganini his qiling. Ularni mukammal hayotini ayblaganingizda to'plaganlaringiz tozalansin. Ularni hayotini takrorlayotganlaringiz tozalansin. Bo'ldi, boshingizni ko'taring, to'g'ri turing, ko'zlaringizni yuming. Davom ettiramiz. Men sizlarni muvaffaqiyatinglar. Takrorlang. Men sizlarni muvaffaqiyatinglarmi? Sevgimni ko'zingiz yumuq, inota. Sizga sevgimni ko'rsatishda endi boshqa yo'lini topaman. Sizga sevgimni ko'rsatishni yo'lini endi Boshqa yo'lini topaman. boshqa yo'lini topaman. Sevgimni ko'rsatish yo'li Sevgimni ko'rsatish yo'li sizni og'ir yukingizni ko'tarish edi ekan. sizning og'ir yukingizni ko'tarish bo'lgan ekan. Sevgimni ifodalay olmaganimdan Sevgimni ifodalay olmaganimdan hayotingizdagi hamma og'irliklarni qayta yashab bergan ekanman. hayotingizdagi hamma og'irliklarda qatnashavergan ekanman. Qayta yashab bermoqchi bo'libman. Sevgimni ko'rsata olmasdan Sevgimni ko'rsata olmasdan sizlarda og'ir yuklarni ko'tarib sevgimni ko'rsataman deb o'ylabman. sizlarni og'ir yuklaringizni ko'tarib sevgimni ko'rsataman deb o'ylabman. Sizga o'xshashimni o'zimga isbotlab sevgimni ko'rsatmoqchi bo'libman. Sizga o'xshab sevgimni ko'rsatmoqchi bo'libman. Sizga o'xshab yashaganimda shunda bu sevgi debman. Hayotingizni takrorlashim bu sevgi deb o'ylabman. Hayotingizni takrorlashim bu sevgi deb o'ylabman. Siz yuklaringizni ko'tarib berishim bu sevgi deb o'ylabman. Sizda yuklaringizni ko'tarib berishim sevgim deb o'ylabman. Baxtni his qila olmasligim bu sizni sevgim deb o'ylabman. Baxtni his eta olmasligim bu sevgim deb o'ylabman. Aslida siz baxtli ekansiz. Aslida siz baxtli ekansiz. O'giriling orqaga. Orqangizga o'giriling. O'giriling. O'ng qo'lingizda dadingiz qo'lini his qiling. Chap yelkangizda onangizni qo'lini turganini his qiling.
o'ng yelkangizda dadangizni qo'li turganini, chap yelkangizda onangizni qo'lini turganini his qiling. Tobora kichrayayotganingizni his qiling. Ularni kattarib borayotganini. Yana ham kichrayayotganingizni. Ular sizdan 2 barobar katta bo'lganini his qiling. Xuddi shunaqa dadangizni orqasida uni ota-onasi turganini his qiling. O'ng yelkasida dadasi, chap yelkasida onasini qo'li turganini his qiling. Ular ota-onangizdan yana ham kattarib ketganini, 2 barobar kattarganini his qiling. Undan keyingi avlodlarni ko'rishni boshlang. Sizni orqangizda 7 ta ajdodingiz turganini his qiling. Bu juda katta son, o'ta ko'pchilik. Ko'rishni boshlang. Xuddi orqangizda tog' bo'lib turgandek his qilishni boshlang. Bu 1000 tadan oshiq. Shahzoda eshitilmayaptimi? Всё. Eshitilyapti. His qiling. Aha, всё, his qiling. Orqangizda tog' turganini his qiling. Taningizni to'yintirayotganini his qiling. Biz dadamizdan sistemalar bilan munosabatda olamiz. Obro'yimiz, pulimiz, moddiylikka daxldor narsalar, erkaklar bilan munosabat, hayotda ro'yobga chiqish hammasini dada tomonidan olamiz. His qiling, tanangizga shu imkoniyatlar to'layotganini his qiling. Siz birinchi marta bu imkoniyatlarga bag'ringizni rosa katta ochayotganingizni va uni olishga tayyorligingizni his qiling. Ona tomonidan asl sevgini his qilish, o'zingizga bo'lgan munosabat, turmush o'rtog'idan, erkaklardan asl sevgi munosabatini ola olish, ko'tara olish, o'zini xususiyatli deb bilish, o'ziga bo'lgan ishonch, hammasi ona orqali keladi. U to'layotganini his qiling. O'ziga bo'lgan munosabat, onangiz o'ziga bo'lgan munosabatini takrorlagansiz. Lekin hozir siz ajrata olyapsiz. Onangizni hozir faqat kanal sifatida ko'ra olyapsiz. Kuch kanali sifatida, imkoniyatlar eshigi sifatida ko'ra olyapsiz. Butun ajdodingizni kuchi sizga to'layotganini his qiling. Oldingizda 3 qadam bor. 3 qadamdan 3-qadamda sizni hayotingiz turibdi. Sizni omadingiz aynan sizni bolalik o'rningizdan egalik qilishingiz kerak bo'lgan imkoniyatlaringiz. 3 qadam tashing oldinga, xuddi sizni to'ldirayotgan kuch itarayotgandek, ko'tarib olib borayotgandek his qiling. Boring 3 qadam oldiga. 3 qadam tashing oldiga. Shahzoda 3 qadam tashing oldiga. Aha. Xohlasangiz o'tirib oling, xohlasangiz yotib oling shu joyga. His qiling. Aynan shu yerda asl quvvatga to'layotganingizni. Birinchi marta o'zingizni hayotingizni o'rnini egallayotganingizni his qiling. Yotib olsangiz ham bo'laveradi, o'tirib olsangiz ham bo'laveradi. To'yining o'zingiz imkoniyatlaringizga. Bu yer sizniki. Hayotingizni ayni shu nuqtadan boshlaganingizda, siz o'zingiz sevgingizga, o'zingiz pulingizga, o'zingiz imkoniyatlaringizga, o'zingizga bo'lgan munosabatlarga bora olasiz. Faqat shu nuqtadan bora olasiz. Ota-onangizni qabul qilgan nuqtangizdan, ota-onangizga hurmat tuyg'usidan boshlanadi sizning hayotingiz. Ota-onani oldida o'zingizni kichkina his qilganingizdan boshlanadi sizning hayotingiz. Faraz qiling, siz olmachasiz, kichkina shirin olmasiz. Ota-onangiz daraxt. His qiling, xuddi shu hissiyot orqali faqat daraxt sizga bera olish.
siz daraxtga hech narsa bera olmasligingizni his qiling. Shahzoda o'tirib olavering telefonni yoniga, telefonni qo'lingizga olsangiz ham bo'laveradi, praktikamiz tugadi, nazariya qismi qoldi. Telefonlar qo'lingizga olaveringlar, o'chirib olaveringlar. Meni ko'rishinglar o'zi yetarli endi. O'zingizni joyingizdan turib, qo'lingizda telefoningiz, hissiyotlaringizni bo'lishni boshlang. Nimalar his qildingiz, qanaqa anglashlar keldi, qanaqa xulosa chiqardingiz, qanday qaror qabul qilishni boshladingiz. Buni takrorlaganlar bor ichinglarda. Endi qaysi joygacha yetib keldingiz? Yana har safar bu amaliyotni bajarganingizda yana ham chuqurlashib boraverasiz. Ya'ni mohiyatiga chuqurlashasiz, his qilishga chuqurlashasiz. Chuqur 100% his qildingiz degani bo'ldi. 100% bolalik o'rningizga egalik qila oldingiz degani. Tak, biz hozir anglashlar bilan bo'lishyapmiz. Nimalar angladinglar? Hozir tushunib qoldim, bizda ikkita odam bir xil fikrlashini. Boshida dadamning yonida rosa bo'g'ildim. Rahmat. Mana mashaqalar bilan bo'lishinglar. Nima his qildinglar? Qanaqa hissiyotlar bo'ldi? Inota, buni boshqacha aytsangiz bo'lardi. O'zimni hayotimda yashamagan ekanman desangiz to'g'ri bo'lar. Mana bu anglash bo'lar. Menda o'ta katta energiya potogi bo'ldi. Juda zo'r nargizichka. Bunga yashab o'tgan tajribangiz orqali kelgansiz albatta. Siz yashab o'tgan tajribangiz bunga o'zini hissasini qo'shgan. Bu praktikani chuqur his qilishingizga yordam bergan. Oyog'im og'rig'ini his qilib turdim. Nima his qildinglar? Yorug'ligini his qildim. Qanaqa bo'lgan ekan? Nima bo'lishmayapsizlar? Qanaqa munosabat bo'lgan ekan ota-onangizga? Nimani o'zgartira oldingiz? Rostmi ekan shu narsa? Siz hayotni to'g'rilamoqchi bo'lganingiz, shuncha yildan beri ular bilan ovora bo'lganingiz rostmi ekan? Mana birinchi marta bajarayotganlaringiz yo'qda chiqar, davay. Chuqurlashinglar. Menga yoqmayapti sizlarni anglashda bo'lishinglar-da. Hisga chuqur kiringlar. Hozir menda majburlik hissiyoti yo'qolyapti. Men bolaman. Zo'r. Mana shunaqa chuqur anglashlar bilan bo'lishinglar. Qanaqa yashagan ekansiz Ziyoda? Nimani tushundingiz hozirgi amaliyotdan? Nimani o'zgartirsangiz bo'ladi? Tepadan qarasangiz yurak chekin. Qalbimizni ochyapmiz mana hamma narsaga. Dadani tan olganimizda yetib keldi mana kofe. Onam hayotini qayta yashayotganimni his qildim-da, mana shunaqa joylari kerak. Mana shu sizni ichingizda bitta bolt buraldi degani. Shunaqadan gapiringlar. Ularning yukini ko'tarib, ulardek yashasam, ularga yaxshi bo'ladi deb o'ylagan ekanman. Da, Inota, молодец, da. Men hamma narsani o'zimni mas'ul sezardim ekan. Qara. Hamma narsaga o'zim mas'ul sezaman degani nima degani? Bu ota-onani qudratiga, kuchiga rosa past nazarda qarash degani. U degani, demak siz o'ta past nazardagi insonlardan paydo bo'ldingiz degani. Bu avtomatik o'zingizni yomon ko'rish degani. Ota-onangizni kuchsiz deb his qilganingizda, demak, men kuchsiz bitta ajdodni vakiliman degani bo'ldi. Siz o'zingizni yaxshi ko'ra olmaysiz. Qanday yaxshi ko'rasiz? Menda juda ham onamni o'zgartirishga harakat qilganim, urushganim esimga kelib, kechirim so'radim. Yukini boshimda ushlab turganimda juda og'irlik qildi. Uni yerga qo'yguncha ich-ichimdan rozi bo'ldim o'sha yukdan qutulishga. Da, mana moshniy bo'libdi, mana shu joyi. Shunchalik shunaqa bo'lib ketish kerak edi-da.
juda to'g'ri. Xuddi shunaqa bezillagingizni, ongingizni, nerv tolalaringizni shunchalar qiynaganingizni hozir sezishingizni xohlardim. Shunchalar qiynagansizda, tushunyapsizmi? Qolmagan qiynamagan joyi. Siz birinchi marta buni jismonan his qildingiz. Qanaqa yukni ko'tarib yurganingizni jismonan his qildingiz. Endi faraz qiling, siz bu yukni butun umr ko'tarib yurgansiz. 1 yoshdan, 2 yoshdan, 3 yoshdan boshlab ko'tarib yurgansiz. Mana shu yukni ko'tarib yuribdingiz. Konkretno esingizda qolsin hozirgi holat, shu og'irlik. Onamga oson tutibman. Aslida ayamga juda qiyin edi ekan, endi qadriga yetdim. Shahzoda teskari tomonga ketib qoldi-yu. Qarang. Hozir toshdimmi, Hayitxon opa? Hozir chiqdimi qo'lingizga tarvoq? Zo'r transformatsiya boshlanibdi. Moshniy, qarang, rosa chuqur ishlayapsiz-da. Ichkaridan tashqariga chiqqan bo'lsa, juda moshniy ishlayapsiz. Shahzoda qarang. Onangizga oson bo'lganligi uchun siz tug'ildingiz, yetib borsin shu narsa. Onangizga osonligi uchun tug'ildingiz. Onangizga oson bo'lganligi uchun bolalaringiz tug'ildi. Lekin onangiz hayoti bu sizga qiyin. Tak, davay, anglashlar bo'lishinglar. Menga ko'rinmayapti, efir zapisi bormi? Da, albatta bor. Hammaga ko'rinmayaptimi yana? Plus qo'yib yuboringlar, kimga ko'rinyapti? Zapis bo'ladi, efirda zapisi bo'ladi. Bo'ldi, ko'rinyapman ekan. Zapis bo'ladi. Onamni hayotida yashaganimni his qildim. Da, mana menga mana shu joylari kerak. Ko'ring, qaytib ketib bormayotganingizni ko'ring. Hozir bizni maydonimiz juda shifolovchi maydon. Mana shuncha inson hozir shu praktikani bajardi. Bilasizmi? Bu degani rosa katta yengillik, katta potokni ichidasiz hozir. Foydalaning, anglashlaringizni, izlaning anglashlaringizni. Hozir shu sizni ehtiyot qiluvchi maydonda siz ichkariga chuqur kirib bora olasiz. Hozir o'ysiz qolib ketsangiz yana chalg'iysiz. Bolamga palon qilib berishim kerak edi, u yoqqa borishim kerak edi. Sirazu chalg'iysiz. Davay, foydalaning hozirgi maydondan foydalaning. Chuqurroq. Qarang, gap kelmasa ayting, chuqur nafas oling. Men haqiqatga qaray olaman, ichimdagi haqiqatga qaray olaman. U shifolaydi deng. Ya'ni siz haqiqatga qarashingiz o'zi shifolaydi. Uni ko'ra olganingiz shifolaydi. Shahzoda, yana ozgina his qilib ko'rishingizni xohlardim. To'g'ri yo'nalishda his qilib ko'rishingizni xohlardim. Shahzoda, boshqatdan kiramiz. Boshqatdan his qilib ko'ring hozirgi amaliyotni. Siz birinchi marta bajarishingiz bu amaliyotni, lekin buni qayta bajarganingizda chuqur hissiyotini aniq his qilasiz. Da, men qayta takrorlayotgan ekanman. Mana oddiy misollarda aytaman. Siz onangizni pulga bo'lgan munosabatini takrorlayapsiz. Plus qo'yib yuboring agar shunaqa bo'lsa. Siz onangizni boylikka bo'lgan, pulga bo'lgan munosabatini takrorlayapsiz. Plus qo'ying. Majbur plus qo'ying deb. His qilib qo'ying plusni. Tushunmasangiz minus qo'ying albatta. Qani qolganlar. Siz onangizni boylikka bo'lgan munosabatini takrorlayapsiz. Onangizni pulga bo'lgan munosabatini takrorlayapsiz. Ozgina o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin munosabat o'zgarmagan. Ya'ni onangizniki 5 so'mga bo'lgan bo'lishi mumkin, sizniki $5000 bo'lishi mumkin. Ya'ni nima munosabatda bo'lgan bo'lsa, buni takrorlayapsiz. Xuddi shu munosabat rosa ko'rinadi, zo'r ko'rinadi erkakka nisbatan. Onangiz otangizga nimani his qilgan bo'lsa, siz xohlaysizmi, yo'qmi, hamma erkakka shu hisni his qilasiz. Juda katta formula bu-da, juda katta narsa. Qarang, men metga yozaman. Men majburiy munosabatni qabul qilib yashayapman. Da. Prosta menda lotincha. Iltimos shu yerga inota yozib qo'ying siz. Kimdir yozib qo'yinglar katta qilib.
onamni dadamga bo'lgan munosabatini, munosabat deganda hammasi kiradi. Qanday gapiradi, qanday his qiladi, qanaqa nazarda qaraydi, qanday qabul qiladi, munosabatga hamma yo'q kiradi. Bitta yozib qo'ying hozir. Onamni dadamga munosabatini men erkaklarga takrorlayapman. Katta qilib yozing shu yerga. Bittas. Sizlarga hozir kofeni ko'rsatmoqchiman. Qanaqaligini ko'rsatmoqchiman. Qanday ko'rsatish bilmayapman. Bunday ko'rsataman. Qarang. Ko'rmayapti. Yurechani ko'rdinglar? Shu yurecha keldi menga. Kofe keldi yurekchada. Dadani qabul qilish boshlaganimizda keldi. Ko'rdinglar-a? Ungacha kelmadi. 40 minut o'tdi ham kofe yo'q. Lekin qabul qilishda уже keldi. Erkak shab keldi. Onamni dadamga bo'lgan munosabatini men erkaklarga takrorlayapman. Plus qo'yib yuboringlar shu fikrga qo'shilganlar. Da, ovoz chiqarib o'zingiz uchun ham ayting. Buni mohiyatini chuqurroq his qilish uchun ayting. Onam dadamga bo'lgan munosabatini men erkaklarga qilyapman. Bittadan misol keltira olasizmi? Baribir hammangizga har xil chiqadi. Bu rosa katta yordam bo'ladi. Tak Parizoda so'rayapti, men ovoz ochaman. Da, Nargizichka deganim. Nargiza fikrlaringiz bo'lsa albatta ayting. Bizga ham qiziq. Nimalar topib oldingiz? Yo'qolib ketdi. Gapirmoqchi emasmidingiz? Qo'lingizni ko'targaningizga ochibman. Yozing har biringiz. Qaysi munosabatni takrorlayapsiz? Mana men bitta munosabatni hozir yoritib beraman. Hayitxon opa, sizga so'z bera olmayman. Siz hozir boshqa yoqqa olib ketib qolishingiz mumkin. Chuqurlashtirib borishingiz mumkin-da. Shuning uchun soddaroq gapirganingizni ochardim, lekin rosa chuqur gapirasiz, shuning uchun uzr ocha olmayman. Bu yoqqa yozing. Lekin keyin ovozli qilib yozsangiz bo'laveradi. Tak, mana masalan bitta misol keltiraman. Dadangizga ishonmagan, aytaylik-da, ishonmagan. Bab ayollarga qaraydi-da, baribir meni hurmat qilmaydi-da deb qaragan. Siz xohlaysizmi yo'qmi? Xuddi eringizni shu munosabatga itarayotgandek bo'lasiz-da. Doim sabr qilishni, chidashni. Mana. Ko'ryapsanmi? Sen o'ylading, bu o'zingniki deb o'ylading. Voy, u manaqada, men yashashim kerak-da deding. Hozir ko'ra oldingmi, что seniki emas, u jarayon. Norozilikdan uni takrorlayapsan-da. Pul ola olmaslik takrorlayapti-da. Pul ola olmaslik deyishni o'rniga eridan pul olishga noloyiqlik desangiz to'g'riroq bo'ladi. Ola olmaslik yo'q. Noloyiqlik bor, noloyiqlik hissi bor. Bu rosa ko'p kavlagan saringlar chiqaveradi. Zo'r bo'ladi chiqsa, chunki keyingi safar bu praktikani qilganingizda hammasini topshirib yuborasiz-da onangizga. Qancha ko'p topsangiz, shuncha zo'r topshirasiz, shuncha zo'r yengillaysiz. Har safar keyingisida уже hayotingizda u takrorlanmay qo'yadi. Ya'ni o'zgarishni boshlaydi. Hozir hamma yozgandan keyin tushuntirib beraman, qanday takrorlaysizlar keyin. Qadrsizlikni, pul olishga noloyiqlik, xiyonat qiladi deb o'ylaganlarda ishonmaslik o'tgan, erkaklarga ishonmaslik o'tgan, xiyonat qiladi deb o'ylagansiz. Onamni shaxsiy pul yig'a olmasligi. Pul onangda pul turmaydimi qo'lida, demak senda ham turmaydi-da. Dadamga ishonmas edi, ona, ayam ishonchsizlik bor edi-da. Hozir his qilyapsizmi eringizga? Hamma yo'q bo'lsa ham ishona olmaysiz-da, nimagadir g'imillaveradi ichingiz. Baribir bir narsasi bor deb g'imillaveradi-da.
aybini xatosiga yuziga aytmasligi. Men sal boshqacharoq ifodalagan bo'lardim, Nargizichka. Doim xafa bo'lib yurishlik desangiz yaxshi bo'ladi. Erkaklardan xafa bo'lib yurish. Aybini yuziga ayta olmaslik degani, demak doim xafa bo'lib yurish degani. Ichida qiynalish degani. Ichida qiynalishni o'zingizga bitta dastur qilib olgansiz. Shuning uchun hozir yo'q deb turmada o'tiribdi. Ichida saqlab yurishlikda, kelinglar topamiz yana, davay, izlaninglar. Ochmayman, qo'lingizni ko'tarmang, Hayitxon opa. Boshqa qolib ketib qolasiz hozir. Yo, o'chaveraymi? Bo'pti, agar ja chuqurlashib olsangiz to'xtatamiz. Xo'p, ochyapman bo'lmasa. Qolganlar davay yozishni boshlang. Mikrofoningizni ochdim. Yengilroq ayting, hammaga tushunarliroq ayting-a. Davay. Sevilib yashashga noloyiqlik. Молодец. Zo'r inota, judayam zo'r. Sevilib yashashga noloyiqlik. Plus qo'yib yuboring, ichingizda shunaqalar bor bo'lsa. Qarang qizlar. Bu shunaqa aks ettirish qonuniki hammada bir xilda. Hozir Hayitxon opa, sizga vaqt bor ekan. Plus qo'yib yuboring, qarang qanaqa zo'r gap yozildi. Sevilib yashashga noloyiqlik. Sizni o'ta sevib olsa, уже urushni boshlaysizda u bilan. Avtomatik ishonmaysiz. Nimasidir bor boshlanadi-da. Yo'l qo'ymaysiz, ya'ni. Plus qo'yib yuboring. Sevilib yashashga noloyiqlik his qilsangiz turmush o'rtog'ingiz tomonidan. Qolganlar qani? 7 ta ishtirokchi. Bittamiz chiqib ketibmiz. Tak, Sevarchga chiqib ketibdi. Da. Davay, qolganlar yozinglar, o'zinglarga qanday his qilyapsizlar? Hayitxon opa, gapiravering. Mikrofoningiz ochiq. Bo'pti, oxirida gapirsangiz, bo'lmasa boshqatdan qo'lingizni ko'tarasiz. Tak. Yozinglar. Nima takrorlanyapti yana? Nimani takrorlayapsiz? Keling, endi bitta dadizga ham chuqurlashamiz, dadiz yo'nalishiga ham chuqurlashamiz. Qaysi joylarda dadiz takrorlayapsiz? Endi bitta shunaqa narsa bo'lardi, bu mavzularga yetib kelgunimgacha bilmasdim, bu shunaqa takrorlanayotganini. O'tda chegaram mustahkam. Men o'ylardim, buni ko'rganim uchun shularni qilyapman deb o'ylardim-da. Ya'ni biz oilada o'zi shunaqa, muhit o'zi shunaqa deb o'ylardim-da. Bu ma'lumotlarga yetib kelganimda, bu ilmga yetib kelganimda tushundim. Dadam insonlarga ishonmagandek ishonmas ekanman. Hech kimni kirgizmas ekanman. Shunaqa chegaramni shunaqa qattiq ushar ekanman-da. Ya'ni nima degani u chegarani o'ta qattiq ushlash-da? Yumshoqroq ushlasa bo'ladi. Ko'proq gaplashsangiz bo'ladi. Yo'q, hali odam bilan ko'rishmasdan turib insonga ishonmaslik ekanda. Ya'ni u degani hali biznes qilmasdan turib u biznesdagi bo'lgan insonlarga ishonmaslik, klientlarga ishonmaslik, hamkorlarga ishonmaslik. Uje chegarani qattiq yo'qolar ekanman. Buni tushundim men mana shu praktikalarda. Что dadamni ishonchsizligini tashuvchisiman. Dadamni insonlarga bo'lgan ishonmaslik dasturini olganman. O'z-o'zidan. Chunki bu menga yoqmagan. Odamlarga o'tda ishonchsizlik, ularga past nazarda qarash, ularni sal noto'g'ri deb qabul qilish boshqa insonlarni rosa ko'p buni orqasida. Mana bitta qarang, chegarani orqasida o'zi rosa ko'p narsa. Mana shularni dadamga qaytarib berganman. Haqqingiz bor edi sizga mumkin edi o'sha insonlarga shunaqa munosabatda bo'lish mumkin edi. Menda boshqacha bo'lsa ham bo'laveradi. Men boshqa davrda odamman, men bolaman, xolos. Men shart emas sizga takrorlashim degan ma'noda. Tak. Davom ettiring. Sevgisini aytishni bilmaslik. Молодец, zo'r. Yomon ko'rsa ham tutun bilan yashar edi ayam dadam bilan. Ya'ni Baxtno yozgandek, sabrli bo'lib, chidab yashash, o'zinikini ayta olmaslik.
o'zinikidan voz kechish to'g'riroq. Shunaqa bo'lsa, shu gap to'g'riroq menimcha. Ayol kishi o'zidan voz kechib yashaydi. Boshqalarni qiziqishlari uchun, boshqalarni manfaati uchun o'zidan voz kechadi. Yozing, katta qilib agar qo'shilsangiz plus qo'yib yuboring. Birovlarning manfaatini o'ylab, o'zini manfaatidan voz kechishlik mana. Oningizni bitta yo'nalishlardan biri. O'zini manfaatidan voz kechish. Men shuni gapda aytayotganda hozir men o'zim qo'shilamanmikin deb o'yladim, chunki onam o'zini manfaatini o'ylaydi, yaxshigina o'ylaydi. Ko'rdim, sabr qilib yashash, chidab yashashni hammasi qilgan ekan. O'sha davrda odamning hammasida bu dastur bor ekan. Sizda unaqa bo'lishi shart emas. Boy bo'lsak bizga ko'z tegar degan o'y bor. Onamni shu gapini eslayman. Rahima opa, hozir topib oldingizmi? Shuni tomirini qaytganligini-da. Ya'ni onangizga topshirasizda, menga ko'z tegmaydi deyaverasiz. Bu onamniki deysiz, meniki boshqacha bo'lsa bo'laveradi, chunki hayotimni yaratuvchisi menman deysiz. Birovning manfaatini o'ylab o'zidan voz kechishda. Birovning manfaati uchun yashash, o'zidan voz kechib yashash, o'zini manfaatini ko'rmaslik yoki his qilmaslik. Shunaqa bilimlarni shunaqa joylarda olyapsizlar. Qanaqa chiroyligini ko'rsataymi? Suvni bo'yida o'tiribman o'zim mana, faqat 2-etajdaman, balkonda. Sizlarni ozgina chalg'ityapman, chunki sizlar hozir ko'rayotgan narsalar bu meni o'zimni hayotimni bolalik o'rnimdan turib, o'zimni hayotim, o'zimni taqdirimga yo'nalayotganimni bitta qismi bu. Shuning uchun ko'rsatmoqchi bo'lyapman. Ya'ni siz o'zingizni yashamaysiz, ota-onangizni hayoti uchun yashayotgan bo'lasiz. Agar tezroq desam noto'g'ri bo'ladi. Shu o'zingiz bolalik taqdiringizni qabul qilmaguningizgacha, kichkinaligingizni qabul qilmaguningizgacha. Chunki qanchalar o'zingizni kichkina his qilsangiz ota-onangiz oldida, boshqatdan takrorlayapman. O'zingizni qanchalar kichkina his qilsangiz ota-onangiz oldida, his qilsangiz, bilsangiz emas, umuman bilish bu endi poyezd mana poyezd o'zim yoqqa qarab ketyapti. Men yordam beraman ota-onamga, men qilib beraman ota-onamga, men baxtli qilaman, men hojiga olib boraman. Nima bor yana? Men tuzataman. Men ko'rsatib qo'yaman hammaga men qanaqa ota-onamni yaxshi ko'rishiman. Agar shu yoqqa qarab ketayotgan bo'lsangiz, mana biz qaytib mana bugun sal burdik birinchi marta qilganlarga. Ikkinchi marta qilganlar уже yaxshiroq burildi. Bir qadam tashlashdi. Bu rosa tez bo'lmaydi-da. Men qilaman, men qilib beraman ularga deyotganingizda siz ularni hayotini shundoq ko'mib qo'ygan bo'lasiz, nazar pisand qilmagan bo'lasiz, taqdiriga hurmatsizlik qilgan bo'lasiz va natijada nima? Ularni hayotini yashashni boshlaysiz. Ya'ni mana men onam uchun mana qilib beraman, men dadam uchun mana qilib beraman. Siz vashshe boshqa yoqqa ketdingiz. Ya'ni olma daraxtga yordam bermoqchi bo'ldi. Qanaqa kulgili. Bo'lishi mumkinmi? Olma daraxtga yordam berishi mumkinmi? Bu shunaqa nazar. Men bu gapim bilan ota-onangizga biron nima qilmang boshqa demoqchi emasman. Lekin sizni qilganingiz bu olma daraxtga qilganingiz bilan teng. Shuning uchun rosa katta narsa qilganingizda ham bu daraxt uchun prosta olma bergandaqa his qilishingiz kerak. Katta bino qurib berasizmi? Dahshat mashinalar olib berasizmi? Bu olmani daraxtga qilayotgani xolos tushunishingiz kerak. O'zgartirmadingiz ularning hayotini, o'zgartira olmaysiz. U o'tib bo'lgan allaqachon va biz ko'nishimiz kerak. O'tib bo'lgan va juda to'g'ri bo'lgan. Ota-onangiz hayoti, taqdiri juda to'g'ri yashalgan. Va siz bu yerda olmachasiz. Siz daraxtga ayta olmaysiz. Nimaga bu yerdan o'sib chiqding o'zi? Nimaga sen o'zi olmasan? Boshqacha bo'lsang bo'lmaydimi? Barging sal rangi boshqacha bo'lsa bo'lmaydimi? Sal kattaroq yoki sal kichikroq bo'lsangiz bo'lmaydimi? Deganingiz shu olmani daraxtga gapirgani bilan teng. Shuning uchun siz bugungi ko'rayotganingiz meni
Bir yil davomida pachag'im chiqqanini natijasini ko'ryapsiz. Boshlanishini ko'ryapsiz. Baxtinoy aytib qo'y, qanaqa hayot yashaganimni, mana shu yilda qanaqa o'tganimni. Katta plyus qo'yib qo'yish o'tgan. Guvoh mana, qanaqa hayot yashab o'tganimni guvohi. Dadam qilgan ishlaridan hammadan to'lov oladi, so'ramasa ham. Menda ham shunday, hamma bemordan ham to'lov kutaman. Juda zo'r, juda zo'r. Ajoyib. Men senlarga qilib berdim, endi senlar berishing kerak degan nazarda. Ya'ni har bitta boshqa odamga talab bilan qarashdi, kopiya qilgansan dadingdan. Shuna desak bo'ladi. Tipa men sabab qilisha olmasdim, men senlarga qilib beryapman deganidaqada. Siz hozir rosa qaymog'ini olyapsiz. Meni pachag'im chiqqanini. Ya'ni men bo'ynimga oldimmi bu sohada ishlashda. Demak, men buni ikkir-chikirgacha o'rganishim kerak. Men buni sizlarga hozir rosa katta tezlikda o'zingizni joyingizga qaytara olyapman. Chunki buni men o'zim rosa uzoq yashab o'tdim. 1 yilda yashab o'tdim. 1 yil vaqt ketdi. Shunaqa chuqur yashab berishimga vaqt ketdi-da. Sizda unaqa bo'lmaydi, sizda yengil bo'ladi. Men misol keltirayotganimda, menda ham shuna bo'lar ekan, men 1 yil kutishim kerak ekan demang. Rosa tez bo'ladi sizda, chunki уже menda bu energiya bor. Bola holatimizni eslab, tushunib, kichikligimizni his qilib yashaganimizda energiyaga yaxshi ulanamiz ekan. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni faqat bola holatida, mana shu gapimni ham yozib qo'yasan, baxtni hozir katta qilib. Faqat bola holatida men loyiqman ishlashni boshlaydi. Ali biz aytamiz o'zimizcha-da, bu bilimlarga kelmasdan millionta odam qilib ko'rgan uni. Men pullarga loyiqman, men baxtga loyiqman, men sevgiga loyiqman, men biznesga loyiqman, men hurmatga loyiqman, men vobshe hamma narsaga loyiqman deb ishlatganmiz. Aslida siz ota-onangiznikini o'zgartirmoqchimisiz? Unda men vobshe noloyiqman degan. Tushunyapsizmi? Men hech nimaga noloyiqman degan. Ota-onangiznikini takrorlayotganingizda yo'q loyiqlik hissi. Chunki siz faqat berishga tayyorsiz, siz olishga umuman tayyor emassiz. Yo'q sizda olish xususiyati yo'q. Bizda hozir birga yashayotgan bitta qizimiz borda. Ishonsangiz, mana bugun yogurt tayyorladim. Banan, qatiq qilib odatda o'zim bolalarimga tayyorlardim. Shunaqa tayyorladim o'zimga. Faqat bola holatida loyiqlik hissi bo'ladi deb yoz. Eslab yo'q u yerda, eslab so'zi yo'q. Faqat bola holatida loyiqlik hissi bo'ladi. Shu qizga 1 stakan yogurt beryapman-da, ola olmayapti-da. 3 marta chaqirdim, chiqmadi. Oxiri olib kirib berdim. Bu men noloyiqman olishga degani. U qizni men bilaman. Onasi bo'lib olgan allaqachon. Lekin menga buni aytish, menga pul to'lamaguncha boshqa qilib aytganda, uni hayotiga aralashish, uni taqdirini hurmatsizlik qilish menga emas. Men ko'ryapman, 1 stakan yogurtga o'zini noloyiq ko'ryapti-da. Tushuna olyapsizlarmi? Endi mana siz, конечно, erkak kishini o'ylamang hozir, davay, hozir his qilib ko'ring, shu noloyiqlik hissingiz qanaqa kuchliligini his qiling, hurmatlilar. Siz ishxonadami, qayerdadir o'tiribsiz. Ko'chadami, biror joyda o'tiribsiz. Ko'zlaringizni yuming, hozir his qilasiz, qanchalar o'zingizni noloyiq his qilayotganingiz, noloyiq his qilishingizni, loyiqlik hissi yo'qligini. Sizga birov kelib beryapti, begona odam sizga beryapti. Aytaylik, shokolad sovg'a qildi, yogurt sovg'a qildi, 1 kilo go'sht sovg'a qildi. Hammaga har xil o'zingiznikini tanlang shuning ichidan. Sok sovg'a qildi. Duxi sovg'a qildi. Telefon sovg'a qildi. Hamma o'zinikini o'ylasin. Masalan, Hayitxon opaga hozir kim shokolad bersa ham men loyiqman hissida ola oladi-da. Bu telefon bo'lsa-chi agar $100, $200 telefon bo'lsa-chi?
Tak. Sizga beryapti. Nima his qilasiz? Yoshni boshlang. Nima his qilasiz? Men sizga birov berdi. Nima his qilasiz? Uyalaman, da. Uyalishni orqasida nima yotadi? Nima nazar yotadi? Noloyiqlik. Nu, yana ham oddiyroq qilib ayt. Nimadan uyalasan? Meni bechora deb o'yladi deysan-a? Masalan, oddiy misol. Meni bechora deb o'yladi u. Ya'ni men bugun yogurt sovg'a yogurt oxiri olib kirib berdim-da xonaga. Yogurt berganimda shunaqa his qildi o'zini, tushunyapsizlarmi? Men bechoramanmi senga? Tipa. U degani men noloyiqman olishga degan bilan teng. Tinchlikmikin desam kerak. Boshqatdan boshladik. Xush kelibsizlar. Ikkinchi qismini boshladik. Feruzga kech qoldingiz. Bu sizni ota-onangiz ishlagingiz kelmaganligini oqibati, hali haqiqatdan qochayotganingiz oqibati. Albatta eshitib chiqing birinchi qismini. Da. Noloyiqlik hissini ko'ra oldinglarmi o'zingizni noloyiqlik hissingizni? Пока siz ota-onamga men qilib beraman, men yordam beraman, hamma yoqqa men kuchliman deyotgan paytingizda bolalik o'rningizni yo'qotib qo'yasiz. Bolalik o'rningizni yo'qotdingiz degani loyiqlik hissingizni yo'qotdingiz degani. Ya'ni biz hayotimizni, voy, menga hayotni sovg'a qildi ota-onam deganimizda loyiqlik boshlanadi. Agar siz faraz qilaylik, oddiy misol. Ko'chada bo'mij yuribdi. Bo'mij emas, aytaylik, sadaqa so'raydigan odam yuribdi. Lo'lini faraz qiling xohlasangiz. Xohlasangiz bo'mijni faraz qiling. U kelyapti-da, sizga pul beryapti. Nimani his qilasiz? Yozing bu yoqqa. Feruzchikash mana shu yerdan qo'shilib ketavering o'sha. Ko'chada yurgan lo'li, bo'mij sizga nimadir beryapti. Pul beryapti. Pulni faraz qilavering, chunki boshqa narsani u siz ham olmaysiz-da. Pul olsa bo'laveradigan narsa, siz olmayapsiz pulni. Ya, balki olayotgandirsiz. Nima his qilasiz? Olmayman. Nima his qilasiz? Nima qilasiz va nima his qilasiz? Qolganlar qani? Jirkanib olaman. Da, Shahzoda, zo'r. Молодец. Juda zo'r. Qolganlar? Tezlashinglar, menda yana bitta konsultatsiya bor. Sizlardan keyin Allohning nasibasi deb olaman. O'ylab ko'r yana ozgina. Kibr borda negadir. Baxtnoy, sen bunday faraz qil. Yomon ko'rgan odaming kelyapti. Bechora sanitarka, ishxonangda bechora sanitarka. U senga pul beryapti. Kecha urushib qolgansan, u senga bugun pul beryapti, sovg'a beryapti. Olmayman.
Aha. Nima his qilasiz, Feruzichka, nima his qilasiz? Shu odam ham menga pul bermoqchi bo'lyapti deb o'zimga rahmim kelib ketadi. Ola olmayman. Aha. Feruzichka yozolmasangiz kerak bu yoqqa, chunki chaptasiz shunga. Rahmat, o'zingizda qolsin deganman. Shunaqa bo'lgan. Молодец, juda zo'r. Endi ota-onangizni bechora deb qarasangiz, men ularga yordam qilishim kerak deb qarasangiz, qanaqa qilib olasiz? U degani, siz hayotingizdan vobshe norozisiz degani. Chunki siz hayotni ulardan oldingiz. U berib bo'lgan allaqachon hayotda. Lekin sizni tushunchangizda ular bechora bo'ldi. U degani sizni hayotingizni atmen qilyapsiz. Xuddi jirkangandek atmen qilyapsiz hayotingizni. Bunaqa hayotga men noroziman. Men bunaqa hayotni qabul qila olmayman. Men hayotim bu narxda vobshe qabul qila olmayman degani. Agar siz tug'ayotganda onangiz vobshe og'rigan bo'lsa, siz buni eshitgan bo'lsangiz, vobshe hayotni qabul qila olmaysiz-da. Agar ota-onangiz sizni deb yashayotgan bo'lsa, siz uchun ajrashmagan bo'lsa, bunda ham qabul qila olmaysiz hayotingizni. Ya'ni qarang, siz bechora deb o'ylagan insondan hech narsa ola olmaysiz. Shuning uchun siz ota-onangizni sizni ichingizda daraxt darajasida, siz olma darajasida kichrayib, ular daraxt darajasida kattayganda, ya'ni shu tushuncha sizda paydo bo'lganda, siz shunda hayotingizni ola olasiz. Shunda siz hayotingizni boshlay olasiz. Shunda siz hayotingizni olgan bo'lasiz. Faqat ota-onangizni hurmat qilganingizda ola olasizda, tushunyapsizmi? Sizni hurmat qilgan, sizni yaxshi ko'rgan inson sizga nimadir ilinsa, qanaqa xursand bo'lib ketasiz. Bu xuddi shunaqa qilib olish kerak. Tushuna oldinglarmi? Nima mohiyatda aytayotganim? Siz kimnidir rosa yaxshi ko'rasiz. Aytaylik, prezident sizga medal sovg'a qildi. Medal, bilasizmi medal? Lattacha va temircha. Aytaylik, orqasida yana qanchadir summa bor. U summa nimadir olasiz, tugaydigan summa. U biznes emas-ku-da, olasiz, u tugaydi u summa. Sizga shu medalchani sovg'a qildi. Qanaqa baxtli bo'lasiz? Butun umrga baxtli bo'lasiz, faraz qiling. O'sha medalni olganingizga butun umrga baxtli bo'lasiz. Bu xuddi shunaqa nazarda qarash kerak. Mana prezident sizga o'ta katta daraxtda, siz uni oldida semichkani po'chog'idaqa his qilasiz o'zingizni. Tushuna oldingizmi? Ota-onaga ham xuddi shunaqa nazarda qaray olishingiz kerak. Shunaqa katta, shunaqa qudratli qarashingiz kerakki, işte ular bergan narsani sizga qiymati nihoyatda qimmat bo'lishi kerak. Shunda siz qadringizni va nihoyat qabul qilgan bo'lasiz. Shunda siz loyiqlik hissingizni qabul qilgan bo'lasiz. Shunda siz mana men sevgiga loyiqman, meni qadrim bor degan bo'lasiz. Va butun borliq sizni qadringizni, sevgingizni sizga ko'rsatish bilan ovora bo'ladi. Siz o'zingizni loyiq ko'rishni boshlaysiz. Siz o'zingizni loyiq ko'rganingizda borliq sizga pul beradi. Siz o'zingizni loyiq ko'rganingizda borliq sizga imkoniyatlar beradi. Ya'ni, u hammasi faqat farzandlik o'rnidan boshlanadi. Nima tushundinglar? Anglashinglar, bo'lishinglar. Biz 13 minut vaqtimiz bor. Bunaqa bo'lish uchun shu darajada kattaytirishingiz kerak. Bugun men sizga buni yo'nalishni berdim. Nimani tushunganinglar yozinglar. Oxirgi 5 daqiqada men vazifalar tushuntiraman, uyga vazifalar. Inota yozinglar, oxirida tushuntiraman, чтобы chalg'itmaslik uchun. Nimani tushundinglar hozirgi holatda? Ota-onamizga boshliq bo'lyapmiz. Молодец, Shahzoda. Menga mana shunaqa joylari kerak. Mana ichingizda hozir bitta bolt buraldi. Ichingizda bitta poyezd burildi boshqa tomonga. Bo'ldi. Boshqa unaqa qilmaydi endi. Tushunyapsizmi? U burildi, bo'ldi. Endi yuradimi, yurmaydimi, bu boshqa masala, lekin burildi.
Moshniy yozdingiz. Moshniy bo'ldi mana shu narsa. Endi ularni rahbar deb bilishimiz kerak ekan. Da, не то rahbarini rahbari. Aytyapman-ku, ularni figurasi sizni ichingizda o'ta kattarib ketishi kerak. Ertaga uyg'onasizda boshlanadi eski fikrlar, yana miyangizda aylanishni boshlaydi. Lekin siz endi uni ko'ra olasiz. Endi ko'ra olasiz. Noto'g'ri tomonga ketayotganingizni ko'ra olasiz. Hech bo'lmaganda ko'rishni boshlaysizda endi. Qanchalar ko'p shug'ullangan saringiz bu yana ham kuchayadi. Yangi kirganlar yana ikkita darsimiz bo'ladi. Separatsiya bo'yicha shu guruhda qilamiz. Bu guruhda ham darslarini ko'rib chiqsanglar yaxshi bo'lardi. Uning uchun alohida to'lov qilishinglar kerak bo'ladi. Ota-onamiz nimaiki bersa minnatdor bo'lib olishimiz kerak ekan. Qarang, inota. Bu to'g'ri, mana bugundan boshlab shunaqa bo'lishi kerak. Lekin buni o'tmishdagini ishlab qo'yish kerak. Tushunyapsizmi? Mana yoshingiz nechida bo'lsa, shuncha yil ularga ona bo'lgansizda, o'sha joylarga bir nazar solib chiqish kerak bo'ladi. Mana faraz qiling, uy qurdingizda, sizga kelib uyingiz bitib bo'ldi, где-то 20 etaj uyingiz borda, sizga usta kelib aytyapti. Birinchi, ikkinchi etajda to'g'rilaydigan joylari bor, deyapti. Asha keyin podvalda ham не то bo'lgan, uyingiz yer qimillasa, короче, tushib ketadi, deyapti. Nima qilasiz? Siz aytyapsiz 20 ni ustiga endi boshqacha quraveramiz degan bilan teng. Ya'ni o'tmishni qarab chiqish kerak. Shunaqa chuqur rozi bo'lish kerak. O'sha holatga chuqur rozilikda bo'lish kerak. Shunchaki chin qalbdan minnatdorlikda ota-onamizga, ajdodlarimizga shunday yashashimiz kerak, cheksizlikda, minnatdorlikda. Da. Ya'ni biz voz kechishimiz kerak. Yozib qo'yishingizni xohlardim, bitta shu gapimni. Biz voz kechishimiz kerak ularning hayotini to'g'rilash fikridan. Katta qilib yozib beringlar shuni. Voz kechishimiz kerak ularning hayotini to'g'rilash fikridan. Ya'ni men hojiga olib borsam to'g'rilanadi. Men ko'ylak olib bersam to'g'rilanadi. Men telefon olib bersam to'g'rilanadi. Men ularni sayohat qildirsam ularning hayoti to'g'rilanadi degan nazarni ichingizdan olib tashlashingiz kerak. Ya'ni u shu olmachani daraxtga qilgani bilan bir xil. Katta qilib yozib beringlar o'sha gapimni. Men yozilganlarni nariyoqqa tashlab qo'yaman hozir. Qani endi ular. Faqat bola holatida loyiqli hissi bo'ladi. Buni olaman. Birovning manfaatini o'ylab o'zidan voz kechish. Rosa xatolar bilan yozilgan, qabul qilamiz baribir. Yana borida. Onam dadamga bo'lgan munosabatim men erkaklarga takrorlayapman. Yana bormi? Boshqa yo'q menimcha. Tashlaymiz buni kanalga. Voz kechishimiz kerak ularning hayotini to'g'rilash fikridan. To'g'rilash fikridan. To'g'rilab bering, keyin tashlang. Qolgan xato bo'lib ketaverdi endi, mayli. Boshqa yozib qo'yaman keyin. Biz ular hayotini to'g'rilashdan voz kechganimizda biz o'tmishda qabul qilgan bo'lamiz. Ya'ni qabul qilgan bo'lamiz, hali minnatdor bo'lmagan bo'lamiz. Qabul qilgan bo'lamiz. R dan keyin ham I bor. Nargizichka, shuni ham to'g'rilab bering.
Shu kunlarda onamga judayam oson olganimni, uni his etmay ko'p aql o'rgatganimni o'ylab yashayotgandim. Tak, siz ham hozir Shahzodaga o'xshab boshqa tomonga ketib qolmang. Qizlar, onangizga rosa oson bo'lganligi uchun siz tug'ildingiz. Onangizga rosa oson bo'lgani uchun sizda bolalar tug'ildi. Agar siz hozir yana onamga rosa qiyin bo'lgan ekan desangiz, unda onangizni qudratini qabul qilmagan bo'lasiz. U degani unda o'zingizni qudratingizni qabul qilmagan bo'lasiz, chunki tarkibingizni yarmi onangiz. Ozgina qoldi. 6 minut. 6 minut qoldi. Bu tugashiga. Shuning uchun onamga oson bo'lmagan ekan degan nazariyalarni yana o'ylab chiqinglar. U kichkina olmacha daraxt haqida fikr yuritgani bilan teng. To'g'rimi bu ham? Olmacha o'ylayapti. Daraxt rosa qiynalgan ekan meni paydo qilgani. Bo'lishi mumkinmi shunaqa? Daraxt sizni paydo qilgani qiynalishi mumkinmi? Ichingizdagi rosa ko'p tushunchalar barbod bo'lyapti hozir. His qilayotgan bo'lsanglar, ichinglarda noroziliklar, qizishlar, plyus qo'yib yuboring, shunaqa bo'layotgan bo'lsa hozir. Men sizlardan ham battar bo'lganman boshida. Davay. Millionta his uyg'onayotganini yozing. Aytxon opa o'zini ancha chuqur his qila oladi-da. Qaqa ketdi, meni shuncha yil qiynalganim boshlanadi-da ichingizda. Shuncha qiynalgandim, men bekor qiynalgandimmi? Ya'ni endi o'tgan hayotingizga, o'tgan hissiyotlaringizga xuddiki siz endi teskari hissiyotda yashashingizga to'g'ri keladi-da, o'sha bugundan boshlab-da. Ichingizdagi butun hayotingiz o'tgan qiyinchilikda o'tgan hayotingiz hozir norozi bo'lishni boshlaydi. Tak, men vazifa berishim kerak уже. Bugungi darslarni qayta eshitib chiqasizlar. Shahzodachiga Innota yana yangi kirganlarda chiqarib turaman. Bu guruhga to'lov qilishinglarni xohlardim, chunki rosa chuqur o'tilgan guruh. Darslar boylikda kengayish nomlanadi, lekin bu faqat boylik haqida emas. Bu umuman hayot kengayish haqida. Men hayotimni kuzatuvchisi bo'lyapsizlar, baribir guruhimda agar bor bo'lsanglar-da. Bu mana meni o'zim hayotimni yo'nalishini olganimni guvohisizlar, shunaqa desak ham bo'ladi. Ya'ni yo'nalishni oldim. Harakat qiling, shu kursga kirishga ham, qolgan darslarimiz ham bo'ladi. Yana 2 taga to'lov qilasiz. Bu kurs sizga 400 ming bo'ladi. Qolgan kurslarda qatnashganingiz uchun o'zi narxi qimmatroq kursimiz. Ayniqsa keyin qo'shilganlarda o'sha qimmatlashaveradi. Sizga bugun 400 bo'ladi. Qolgan 200 bilan yana 600 dan to'lov qilishga to'g'ri keladi. Sizga shunda qolgan mo'shli darslarni boshlaysiz bu guruhda. Chunki yangi kirganlar bor. Aslar allaqancha tayyorsizlar, yangi kirganlar, Shahzoda, Innota, yana bitta qatnashchimiz borda, Ziyodchika bor edi, uni ham kirish kerak. Tak, endi vazifalarga keladigan bo'lsak. Yozib oling o'zingizga vazifani. Eskilar ham yozsin, bu guruhda asosiy qatnashchilar ham yozsin. Topasiz, dadingiz qaysi, otangiz qaysi narsalarni ko'tarib yuribsiz ekan, nimada takrorlayapsiz ekan. Men takrorlayotgan narsalar desangiz ham bo'ladi. Nimalarni takrorlayapman? Kuzatasiz, yozasiz, 30 ta onangizga takrorlayotganingiz, dadingizga takrorlayotganingiz o'tirib yozasiz va miyangiz avtomatik buni ko'rishni o'rganadi, qayta takrorlayotganingizni, chunki buni o'zgartirsangiz, o'sha qolgani o'zgaradi-da. Ya'ni qabul qila oldingiz degani o'sha o'zgaradi degani. Yozasiz 30 ta onangizga, 30 ta dadangizga. Shu praktika bilan, yukni ustingizda ko'tarish praktikasi bilan uni topshirasiz. Qabul qilasiz. Qolgan hamma yo'qda hozir qanday o'tkazgan bo'lsangiz, xuddi shunday o'tkazasiz. Ya'ni endi plyus bu ham qo'shiladi. Masalan,
Onajon, siz o'zingizni erkaklarni sevgisiga noloyiq hisoblagansiz. Men buni qabul qilaman va tan olaman. Bu sizni yo'lingiz ekan, bu sizni tanlovingiz ekan. Men bundan norozi bo'lganim uchun takrorlayapman ekan. Men qabul qilaman. Sizni bu yo'lingizni, bu tanlovingizni mukammalligini qabul qilaman siz. Topshirasiz. Xohlasangiz har safar 2-3 tadan topshiring-da. Xohlasangiz ro'yxat yozib olib turib, ro'yxatni o'qib topshiring. Mana bu yerda mana qilgansiz, bu yerda mana qilgansiz. Dadajon, siz biznesdan qo'rqqansiz. Biznesdan qo'rqqaningiz men o'zimga olgan ekanman. Men ham biznes ochishga qo'rqyapman ekan. Mana men topshiraman endi sizga u narsani. Shunaqa qilib topshirsangiz bo'ladi. Ya'ni sizga nima kerak bo'lsa, siz nimani переплясовка qilmoqchi bo'lsangiz, nimani transformatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqa qilib berasiz. Harakat qiling. Bu darsni ham, qolganini ham yaqinlaringizga ulashishga ko'ring, kimni hayotida rosa katta qiyinchiliklar bor, taklif qiling, kirsin. Keyingi darsga ham davom ettiramiz. Birinchi qismini ham sotib oladi, qolganini ham harakat qiling chuqur ishlashlariga. Ya'ni ilining yaqinlaringizga-da. Shahzoda sizni yaqinlaringiz bor, ilinishingiz kerak bo'lgan meni xabarim bor. Inota siz ham ko'rib chiqing. Qolganlarimi? Kimlarga bu joiz? Tak, demak, vazifa. Telegramga kimdir vazifani yozib qo'ysa, men bu yoqqa ko'chirib olardim. Da, inota taklif qiling keyingi safarga. Da. Ertaga o'tsak bo'ladi. Chunki yangi yilda yengil bo'lib o'tishingizni rosa xohlayman. Shaxsan menda mana shu bilimlarga kirganimdan boshlab transformatsiya boshlangan. Aynan xuddi shu paytlarda bo'lgan. Xuddi ham shu paytlarda boshlangan o'zimda ham o'tgan yilda. Yil davomida qolgan natijalarni ko'rdimda. Nimalar bo'ldi, qanaqalar bo'ldi. Sizda albatta tezroq bo'ladi. Da, praktikani bajarasiz. Dadam nimasini, onam nimasini takrorlayapman o'tisidan. U yuk ko'tarib praktikada bajarib topshirish. Все. Kanal. Tashladik. Bugungi darsimiz shundan iborat. Sizni chiqarmay qo'yavering, gruppadan pul to'lanmasak, baribir o'qiy olmayman. Bo'ldi, chiqarmayman. Sizni chiqarmayman. Inota nima gap? Siz ham qaroringizni yozasiz, keyin shunga qarab harakat qilamiz. Yangi yilga yengillik bilan o'tishinglar xohlayman. Demak, harakat qiling yana shug'ullanishga. Shahnoz oxirida kirib qoldi. Juda shu qizni qarshiliklari ko'p. Всё, xayrli tun hammaga. Yaxshi dam olinglar. Bugungi treningimiz shundan iborat. Sog' bo'ling. Og'irliklaringizni topshiring. Yozishing. Mana shu guruhda yozavering. Nima anglashlar bo'lyapti, qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti. Sog' bo'ling.